Audio ertak. Ertak bolalarni yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi. Ertakni Zardor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayeva o'qidi. Ayyor bilan sodda. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonlarning birida bir ayyor va bir sodda kishi bo'lgan ekan. Ular kunlardan bir kuni safar qilmoqchi, baxtlarini izlamoqchi bo'lib yo'lga tushibdilar. Yo'lda ketayotib bir xumcha oltin topib olibdilar. Topgan oltinlarini ular bo'lib olishmoqchi bo'lishibdi. Biroq ayyor ko'prog'iga ega bo'lishni istab qolibdi. U soddaga oltinlarni berishni istamay, soddani aldash yo'liga tushibdi. Ayyor soddaga shunday debdi: agar biz bu oltinlarni shaharga olib kirsak, kishilar bilib qolib, oltinni topib oladilar. Undan ko'ra oltinni ko'maylik-da, kerak vaqtida oz-ozdan olib ishlataylik. Sodda bunga ko'nibdi. Oltinlarni ko'mibdilar. Kunlar o'tib, soddaga oz-moz oltin kerak bo'lib qolibdi. Buni ayyorga kelib aytgan ekan. U menga ham zarur edi, debdi. Shunda ikkisi birga oltin ko'milgan joyga borib, qarasalar, ko'milgan oltin yo'q emish. Ayyor oltinni o'zi o'g'irlab, boshqa joyga berkitib qo'ygan ekan. Lekin shunga qaramay, soddaga tuhmat qilibdi. Shundan so'ng ikkalari qozi oldiga boribdilar. Butun bo'lgan voqeani qoziga aytibdilar. Qozi ayyorning gapiga ishonmabdi. Ishonmasangiz, daraxt ostiga ko'mganmiz. O'sha daraxt guvohlik beradi, deb aytibdi. Ayyor shunda uyiga kelib, qari otasiga siz guvoh bo'lasiz, debdi. Otasi bunga unnamabdi. Ayyor otasiga yalinib yurib, uni ichi po'k daraxt ichiga kirgizib qo'yibdi. Sodda qozini yetaklab daraxt tagiga boribdi. Shunda qozi so'rasa, oltinni qo'ygan odam olib ketgan, degan ovoz chiqibdi. Qozi juda ajablanibdi. Daraxt ichiga shayton joylashib olgan degan xulosaga kelib, daraxt tagiga o't qo'yishlarini buyuribdi. O't yoqilgach, chol jon holatda daraxt ichidan chiqib dod sola boshlabdi. U hadeb, meni qutqaringlar, meni qutqaringlar, ayib o'g'limda, u meni majbur qildi, dermish. Shunday qilib, yig'ilganlar o'tni amallab o'chirib, cholni qutqaribdilar. Soddaga oltinning hammasini berib, ayyorga jazo berishibdi. Ayyorlik yo'li bilan oltinlarning bariga ega bo'laman degan ochko'z boridan ham ayrilibdi. Shu bois, aziz bolajonlar, hech qachon ochko'z bo'lmang. Teng yeganni Tangri ham suyadi. Shuning bilan ertagimiz tamom bo'ldi. Sizlarga esa xayrli tun tilaymiz bolajonlar.